Aynan qaysi kasb egalarining hozir Saudiyada ish vakansiyalari ko'p chiqdi? Saudiyada mininde battı, uninde battı. Bu adamlar şu yerce ilgeç gidedi. Ko'proq pul topish mumkinmi? Boshqa davlatlarga nisbatan qiyinchiligi necha? İşlemeyin adama verip aylık işçiye de tölenmeyin. Evet. Farqi nima? Ben o'zim qarashdim ishlar. Saudiyada işleş ve yaşaş hukukuna ega bolunadı. Ko'proq pul topamanmi? Kamroq qiynalamanmi deydi. Oilaviy borish nechik? Umrani teşkil etip başladı. 12 oy sezon bor. Uyan taraftan Timmittin biznesine soladı. Assalomu alaykum. Timmittin biznesmen va Timmittin podcast ko'rsatuvlarini qoldirmay kuzatib boradigan bizani podpischilarimiz, tomoshabinlarimiz bugun ina Timmittin biznesmen loyihamizni birinchi marta podkast shaklida olishga qaror qabul qildik. Bunga sabab esa ko'p yillardan beri Saudiya Arabistonida tadbirkorlik bilan shug'ullanib keltirgan Sarvar og'amiz bo'ldi. Sarvar og'a Botirov. Og'a assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsiz. Va bugun bizlar bilan podkastimizda sherik tarzida Otabek og'am o'tiribdi. Otabek og'amiz bizning og'amiz bu. Hamma bilganlar uchun. Otabek aka savolni o'zim boshidan boshlab beraveraman, to'g'rimi? Xudo xolasa. Sarvar aka, o'zi umuman Saudiyadagi o'zbek va Xorazm diasporasi haqida ozgina ma'lumotlar bilasizmi? Bizani o'zbeklar yon tarafda nov ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Oshxonada yuribdilar, mehmonxona xizmatlarini yuribdilar. Eng ko'pchilik. Keyingi qismlarda nada yuribdilar? Sho'pirchilikda yuribdilar. Yo'nalishda taksida haydab yuribdilar. Asosiy mehmonxona xizmat ko'rsatishida ko'pchilik. Shu sababdan hozir endi bizning endi asosiy faoliyatimiz, biz endi bu yerda yurishimiz oshxona. Oshxonada ham vaqtina ustunda otash kebab bizani hamkorimiz otash kebabni maxsus bizani ko'rsatuvimiz uchun bergan. Sizlar gapdan bilmang, bemalol prosta integratsiyaga ketib turibdi bu yerda hozir. Zo'r. Otash kebabni oshxonasi zo'rligini, ichimliklar zo'rligini aytib o'tsak. Otash kebab og'amiz Ulug'bek aka yaxshi. Rahmat. Sizlar bemalol. Xo'p, oshxona deganda faqat ovqatni pishirib tarqatishni aytib turibmisizlar? Ma'lum bir to'shida yoki har bir gastitsani o'zindagi oshxonasindagi Ziyoratchilarimiz har xil mehmonxonaga tushirlaradi vaqtida. Xo'p. Boradi, bizaniki bo'lsin, O'zbekistondan hojilarimiz umra safari hozir ko'p tashrif bo'lib turibdilar, ko'pchilikda. Umra safari hozir ko'p mehmonxonaga borgan vaqtimiz, hojilarni so'ragan vaqtida bizani ziyoratchilarimiz bo'lsin, boshqa O'zbekistonning hamma hududidan borib turadilar ziyoratchilar. Shu vaqtida ko'pchiligini qarasangiz, oshxonalarda boshqa millatlar xizmat ko'rsatadi. Saudiyada chetdan keladigan ish xizmatchilar ko'pda. Bangladesh bo'lsin, Pokiston bo'lsin. Shular xizmat ko'rsatgan vaqtida bizning o'zbek hojilarimiz qiynalganlarni ko'rganmizda. Ham ovqatlarini o'zbek taomlari ko'p mehmonxonalarda yo'q. Shu sababdan ishchilar ham o'zbeklar bo'lganidan so'ng hojilar bu yerda bo'lgan 50 boshi tushunishi mumkin bu yerning o'zida, lekin ishchilari hammasi bilan kunda muloqot etgandan so'ng qiynalganlar. Sarvara, siz bundan oldin ham biznesmen bo'lgansiz. Xorazmda bizneslaringizni bilamiz va buni aytib berasiz hozir. Bundan oldin to'xtalgan savolimiz bor edi. Saudiyaga baribir birinchi navbatda ziyorat uchun bordingiz, ziyorat uchun bordingiz. Ziyorat amallari yakunlangandan keyin keldimi Saudiyada biznes qilish g'oyasi yoki shu vaqtning ustunda keldimi? Yo bu yerdan kelganingizdan, qaytib kelganingizdan keyin keldimi? Nechik bo'ldi u jarayon? Bordingiz, biznes etmekka bordingiz, gördüngiz, o'rgandingiz, bildingiz, biznes boshladingiz, birinchisi, ikkinchisi, yana odamlarni inab boshladingiz. Shu jarayonni ketma-ketlik bilan aytib beringlar, nechik bo'lgan shu narsa? Mana yonning o'zida emas, boshda yana birinchi marta borgan vaqtimiz asosiy niyat etganmiz. Shu yerlarda bir ko'proq bir yurishni maqsad etganmiz. Shu maqsadni niyat etib qaytib keldik. Keyin yana Saudiyaga borish ishtiyoqini ochdi. Shu sabablardan keyin aslan umra yo'nalishini ham qiziqib ko'rdik. Umra tur sistemasida sayohatga boshqa umra sistemasına girdikten umrani tashkil etib boshladik. Qaysi firma bu? Bizaniki o'zimizniki oilaviy ochgan vaqtimiz Al-Buxoriy umra edi. Shu bo'yicha Saudiya Arabistoni, Makka va Madina shaharlarini umra ziyoratlarini tashkil etib boshladik. Bordik oilaviy, men, ukam, o'zlarimiz ziyoratchilarni olib borib kelib, keyin shu vaqtda bu og'riq paydo bo'ldi. Neden desangiz, ziyoratchilarni olib borib turibmiz. Ziyoratchilar endi kunda yonida yurgandan so'ng bir guruhda 50 odam bo'lsa, taksida adash tutdi, qiynalib tutdi. Ovqatda biza tushirgan mehmonxonalarda o'zbek milliy taomi bo'lmaydi, turk milliy taom bo'ladi-da. Bu yerda nima uchun desangiz, turklar mehmonxonani sotib olib qo'yadi, ovqatlardan majbur oshxonadan olishimiz kerak. Keyin majbur biza mehmonxona lokatsiyasi yaxshi bo'lgandan so'ng shuni olamiz,
ziyoratchilar lokatsiyasi yaxshi, lekin ovqatlarni qiynaldik dedi. Qarasak, ziyoratchilar baribir rozi o'tibdi, lekin o'zbek milliy taomlari bo'lsa yaxshi edi deb qiziqib boshqa restoranlarga chiqib bir ikki yedilar. Keyin shuni ostan biz chachsak bo'ladi buni. Keyin ostan bir ikki o'zbek oshxonalari bor edi. Mehmonxonalarga o'tib, bu yerga tushib ko'rdik. Bu yerda ovqatimiz o'zbek milliy taomi, lekin mehmonxona lokatsiya taraflaridan qiyin. Keyin shu taraflari og'riq boshlandi. Keyin bizning firmalarimiz ostan ziyoratchilar soni ko'paygandan so'ng shu vaqtda ovqat qilish narsa boshlandi menda, oshxona qilish. Lekin O'zbekistondan povara kitib ishlash uchun bu yerda bir ob'yom bo'lishi kerak edi-da. Bo'lmasa u ishchilarni olib borgandan so'ng oylakini ko'tarmasa hech kim minus ishlasa kelmaydi-ku. Shu taraflardan keyin ziyoratchilar soni ko'paygandan so'ng o'zi niyatim bor edi. O'zbek milliy taomini birinchi o'rinda qilishni boshladim-dan o'zimizni Xorazmdan biladigan povarlarni ekishni taklif berdim. Yetdik, daha ishak ko'rali. Ishini yo'lga qilacakman. Bir yandan o'zimizni ziyoratchilarimiz memnun bo'ladi. Hem o'zlarimiz qiladigan olsak arzon tushishini hisoblab kelib ko'rdim-da. Men biznesmen bo'lgandan so'ng hisob kitobni olamiz-ku. Qarasak o'zlarimiz qilib turibmiz. Bozorga borib yurgandim. Xarajatni etsak, necha so'mdan tushmaylim. Qarasa paketni narxi arzonlashib, shu taraflamama ostan powerlar olib borib ishlatib ko'rdim ozgina. Qildik o'zimiz ziyoratchilarni boshda 300 odam, 400 odam, 500 odam, 1000 odam, oxiri 1700 odam bo'ldim. Bir mavsumda bir kunning o'zida azon, obed, kech ovqat pishirishni qildik. Shu momentda ob'yomimiz kattalashgan sayin shu powerlarimizdan ketdik, danish birishini chaqirib kengaydi bu. Oshxona kengaydi. Oshxona kengaygandan so'ng ozmi ko'pmi ishchilar ham boshqa millatlardan oldik bu yerda. Bangladesh arzon ishchi kuchlarni, oddiy ishlarni shular qiladi bu yerda. Asosi bizlarning powerlarimiz o'zining ishining ustalari ovqatni nima deydi? Tartibini oladi. Solishi, masalan, ko'mbojini do'rashi, oddiy ishchilarning ishlarini bu yerda neda qilinadi? Biz matbaqda yerni arenda oldik. Bir yil mobaynida katta bir 30 ocaq bo'ladigan yerda bizning ovqatlarimizni ocaqda pishadi-ku. Nechunda shuna talab qilinib qurilgan edi. Shularni oldikdan biza qilish boshladik. 3 ocaq, 4 ocaq, 5 ocaq olib, arenda olib turib, shularning tartibini olib, shu ish bilan boshladik. Endi qiyinchiligi bo'ldi edi. Nechunda birinchi yilimiz edi. Men uchun restoran sistemasini tushunmayapman. O'z asosiy biznesim gaz sistemasi qurilish bo'lgandan so'ng oshxonani endi o'zim yo'l qo'ygandan so'ng powerlar orqali tartibini olib, mehmonxona ovqatlarni pishirib, mehmonxonalarda tarqatish boshladik. 3 mehmonxona tushsa, ekonom standart mehmonxonalarda tushsa, ovqatlarni olib borib, o'zimiz pishirgan ovqatlarni olib borib tarqatishni boshladik. Ovqat nechik bo'ladi? Ovqat misol uchun menyularingiz nechik? Menyular bizda asosida endi boshladim degan sababi bizning bu sfera endi restoran sferasini avval men shug'ullanib ko'rmayapman. O'zim aytdim-ku, avvalgi biznesim gaz bilan shug'ullanganman. Bu biznesda bu og'riq bo'lgani uchun boshladim-da buni. Qiyinligini bilaman. Oshxona narsa. Bu yerda power ishlatish asosiy powerni yushilgina qaraladi-da. Shu Saudiyada qilganimiz sababi shu yerda matbaq deb aytiladi. Saudiyada mana ovqat pishirib, tayyorlanadigan ovqatlar tayyorlanib, idishlarga solinib ketiladi, matbaq deb aytiladi. Saudiyaning o'zida. Shu yerda ovqatlar solinib, nonvoyxonadan chiqib, mehmonxonaga borib 3 mahal ovqat beriladi. Massag'asi, nima deydi bizning tilimizda? Standart paketlara ovqat berilgan. Oddiy 3 mahalda. Obed, azon, 2 mahal ovqat beriladi. Quyuq shu ovqatlarni biz pishirib yuramiz. Endi bu yilda endi shu restoran oshxonasi narsani o'rgandik. Komfort turlarini ko'paytirajaqmiz-da. Kerak bo'lsa iloji boricha boshqa millatlar ham bizning ovqatlarga qiziqib, boshqa mehmonxonaga tushgan vaqtida biznikini ham o'zimiz Xorazm milliy taomlarini boshqalar. Tushunishim bo'yicha oshxona bor. Oshxonada zo'r po'ringiz bilan tonnalab palov ya boshqa ovqatni pishirasiz. Keyin gostinitsadan o'zining nomerini dostavka etib berasiz. Borib har bir nomerini tarqatib chiqasiz, to'g'rimi? Nomerini restoranda tushmaymilar. Yo'q, restoranga tushmaydi. O'zining har bir mehmonxonaning o'zining etajida har birini o'zini har bir xonaga 2 odam yotibmi, 5 odammi, 1 odam har bir nomerini dostavka etib chiqadi o'xshaydi. Общий chiqadi bular. Saudiyada o'zini katta mehmonxona bo'lsa, 2000 odamlik bo'lsa, restoran ham shu 1000 odamga 1200 odamga mo'ljallangan bo'ladi-da. Shu yerda ovqatlar keladi, saytlari qo'yilgan. Xo'p. Ozongi zavtrak, obedi, kechi, kichik bo'ladi, chatchadan bo'ladi.
ayollar, erkeklere deb taqsimlangan bo'ladi. Shu aralıkta zavtırık beriladi. Shu aralıkta ebed vaqtida 2 soat, 2,5 soat ebedda beriladi. Keyin kechkisi shu aralig'ida biza ovqatlarni bari tarqatiladi shu yerda. Shu oshxonada pishib kelgan ovqatlar shuning o'zida. Gostinitsani o'zini. Havan o'zida o'zi bu yerda o'zi ovqatlar tutiladigan yerlari bor. Solinib, tayyor bo'lib turadi. Hojona Umra jamiyat oshxonasi sizga ma'qulmi? Judayam maqbul. Rahmat. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Umra jamiyati bilan kelganimizdan judayam xursandmiz. Judayam ma'qul. Shuna ta'mli, ajoyib. Ana ovqatlariga gap yo'q. Judayam halol. Hammasi halol, toza, pokiza. Evvel hacılarımız kıynalar edi. Salperedançılar Bangladeş başkası oladı ular. Ular da ovqat salgan vaqtında kıynalar edi ular. Saldırgan vaqtında. Ma unda sal şorbası ama kuyu ovqat sal dedik ha. Çimmindan salıp beraberdi ki bu işçilerinden bize özelimizden alıp barıp koyduk da. Mehmanxonada işçiden işçilerinden özelimizni Harazimden özelimizni Yalatdı mallarına. Ava özelimizni yakınlan. Başta indi bir böyle yakınlan teklif edersek. Biladi adamın da. Danış, Tamam. bilish. Keyin ular keyin Ulakin bunu teklif verdiler. Keyin bir mevsim üzerimizni bargan işçiler bilen evvelep çıktık. Kıyınçılık boldu lekin. Çünkü endi hazır qani köpçülüğü üzerimizni işçi boladigan olsa, yana maksat olardı da. Şu maksatda bu yerda tertibini şuncha aldım da. Üzerimizni Özbek işçilerini köpeytirsek, şu talepleme Xorazmdan bo'lsin. Ma'qul bo'lishini bilib, oshxona sistemasini yo'ldik da. Shunda faqat oshxona sistemasi teng. Hozirgi kunda. Keyin nonvoyxona tashkillashtirdik. O'zlarimiz O'zbekistondan nonvoylar borib, nondan tashkillashtirdik o'zlarimizni ziyoratchilarimizni. Har xil non bormi yo vodiy nonlarimi? Toshkent tarafdan nonlarimi? Avval. Asosiy o'zlarimizga bizaniki Xorazm noni yubka oladi-ku. Bu yerda endi asosiy isrof kam bo'lish uchun bizlar nonlarni tartibini olib bo'lib qo'yish uchun endi xudo xolasa toza mavsumdan ishini nima deydi o'zini ishini zo'r qiladigan hamma narsadan non har xil turini biladigan boshqasini nonvoyxonamiz ham xudo xolasa zo'r nonvoylardan oshxona ham zo'r o'zini toza yangilik qilib biladigan povurlardan hozir qiziqib turibmiz xudo xolasa kimda kim taklif bo'lsa bizlara Akam nonvoy. bo'ldi. Yaramaydi. Yine şöylesinde az ay göresen syomkadan keyin gaplashib ko'rasan. Az bekar o'tiribdi, hozir davom etdi. Bizlara qani ko'p vajh achchaq o'tibmiz yon tarafda Saudiyada. Her taraflama. Ovqat sistemasida yangiliklar qilib, aytib o'tgandek restoran sistemasini ham qiziq tutman. Shu taraflama qilinadigan joylari bo'ladigan bo'lsa, kimdir qilajak bo'lsa, boshqa sherikchilik taraflaridan qiladigan bo'lsa, xudo xolasa restoran desam zo'rlandi. O'zbek nafaqat O'zbek. O'zbeklarning yanında açılıp turgan restoranlarına başka milletlerden ham ko'p kiradi. Uju dunyoda uju O'zbekiston oshxonasi uju nima bo'lib qoldi-ku? Rivojlanib qoldi. Mashhur bo'lib o'zimizni milliy ovqatlarni shuning uchun Saudiyada kirish imkoniyati ko'p. Shunda muammo hozir kengajaksiz, boshqa muammo ish kuchindami shunda? Ha, asosiy o'zini ishini biladigan, yangilik qilishni biladigan. Zo'r kasb egalarida muammo. Ha. Bo'lsa ish bor, siz kengayib bilacaksiniz. Har bir o'zingizda. Yoki buni eshitsa tushunmay raqam ketib turib, aynan tarafda malaka oshirsa bo'ladimi? Bilgani, prosta vaqt yo'qotadi, undan ko'p Vaqt yo'qotadi, oddiy ish ko'p ishida. Tapqan rasxotdan ketadi. Ha, bu yerda shuningdek, bardi keldi, qiyinroq bu yerda. Bilet qimmat bo'ladi, shu hisobini. Shuning uchun ham ya aytib o'tganimdan u oddiy ishchilarni bizdan O'zbekistondan borgan ishchilar qo'pol ishlab bilishi oz bo'lgani sababli bizanikilar 400-500 dollar ishlashi kamdan uni yara borib. Chetga chiqqandan so'ng kamida bir 1000 dollar ishlamasa, u rasxotni qoplamaydi. Hozir bilasiz O'zbekiston ichidan ham bir oyliklar bir ozmi ko'pmi balandroq, shuning hisobini borib kelishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham bizani o'zi oddiy nima deydi, qiyinroq ishlarimizni, tipa rabochiy ishlarni boshqa millatlarga buyurtibmiz biz. Bu yerda oshxonada posada yuradigan ish bo'ladimi? Boshqa endi. Ular uchun normalniy oylik, ha? Ular uchun normalniy oylik. Shuning uchun men taklifim o'zini ishini zo'r ishini biladiganlar bo'lsa, qaysi sohada bo'lsin, bozor sistemasi, oshxona, nima deydi, sho'parchilikda bo'ladimi? Ilm olish uchun yetib ishlash necha? Yon tarafda o'zi umuman ilm olish necha? Ilm olish ish taraflama. Mayli, baribir Saudiya-ku, baribir diniy taraflamaga yuradi.
Bu yerinde ben dım kızık görmedim şu taraflarını. Ben esas özü Okup işlep bilgenler ham bormi deyman da? okup işe birgen hirak be esas bir okuş için bargandan soň be ilim Fikrini alınadi. bilmesligin gereken. Ava. İlim alıp birgenlerin şunda bolyman da. Köpçiligi ilim alış için bardy ve de işe özü. İş mi iş, ziyaret mi ziyaret, ilim mi ilim dep tursunuz. Ava. Hmm. Esas şöyle. Özü bir bargandan özü işe için barladı. Be aralıkta be ibadet için hem az mı köp vakt oladı. Lekin günde barıp ibadet kılışa ve de imkanat bolmadı. Esası iş kılınanda ve de be işini çarçakı boladı, başkası oladı, haridi. Şu taraflarına. Şunun kıyırları bola ki Saudiýany. Şine özüne ustası, özüne işin ustası bolsa, bu aynen kaysı kesiplerine egesi bolşu gerek. Saudiýa hazır iş izlep geçiş üçün. Çünkü hemmeyen bara vermedik, doğru mu? Hemme üçün hem iş yok ku. Aynen kaysı kesip egelerine hazır Saudiýada iş vakansiyaları köp çıkıp durdu. Hazır günde özlerimizden gep çıkıp karayda olsak yine beladanımız. Ova sizlikinden gitmeşer. Ova. Siz ne olan, ne o işler bilen tapmak bilesiz. Bize de az yine köpçilik powerlarımız var tuttu. Aşpezli. Aşxanada okat pişirip özlerimizin milli taamlarını pişirip biladan powerlarımıza talep köp. Çelle özü hacı Özbekistan'dan bartığından soň Özbek aşxanası ham Saudiýada geňeýip batyr. Ketde aşxanalar kurulýatyr, restoranlar kurulupdy, awkatlanadan jaý. Saudiýanyň köp jaýlarynda Mekke, Medine şäherlerinde özü hacılarımız şu ýerde bolady. Şu sebepden şu ýerlerde powerlarymyza, aşpezlere iş orlary bar. Yüzü günden güne restoranlar, aşxanalar köpeýip durgan sebäpine keyingi oralarda aşpez esasy keyin şoförçülükni biladi Allah üçin bar. Barıp durup taksi edese köpçiligi özbek bize yakın kardeş devletlerimiz köp ülkede hemmeden barady. Şoförçülük ham köp bolupdy. Taksi edeseler ofisialny uni şirketleri bar, hemmesi bar. Ne olan kılıp beresiz işe düşüp getince? Bize hazır no kılıp biladigan bolsak esasy Saudiýada işleş üçün ikame diýen nese bar. Saudiýada işleş we yaşaş hukukunu beradi. İkame Yani edip yaşaşına ve işleşine ruhsatnama. Ava. Bize Rossiyada wagtynda razрешение работы, patent okşan narsa. 1 illik, Şunu indi. 3 illik yani. Rossiýaga gelemiz az. Aşöýde atılşaslar. Ha, Aşöýde bu. ýarlasaz. Rossiýaga gelemizde. Saudiya hududunda işleş we yaşaş üçün ikame diýen hujjat doglanady. Bu konsul arkaly bitedi. Saudiýadan iş aşxana bolsun, kaýsydyr işxanaga işçi gerek boladigan bolsa, Saudiýadan Özbekistandan Saudiýa elçixanasyna taşalady hujjaty. Bu ýerde doktordan ötüp konsula beriladi, vizasy çykady. Şu arkaly Saudiýaga baryp bemalol işleş hukukyna ege bolady. 1 ýyl dowamında Saudiýa hududunda iş bilen teminlense bolady. Hop, mende şurada savol bolan. Men dokumentam işlendim, başka işten hem elden kızıkıp durupma. Misal üçün, evvel dediniz, bizani Xorazmda, aynen şu ýanalışda, şu ýerde aýtılıp ötülgen hyzmat köşesi, aşxana başladınız, kemer dediniz, doğru mu? Hazırdan gepni köp eşitip durupmyz. Özü hazır vaziyet niçik? Hazır Xorazmda ballar, Xorazmda yigitler, erkekler, aýallar köpmü, ulara bolan talep köpmü, iş köpmü? Indi ziyaretçiler köpeygenden keyin hizmet görsetiş yine köpeydimi? Ya uşu bazar uşu dolup boldumu? Hazır vaziyet niçik? Başta şunu bileli, keyin uşu öyle barış niçik oladı? Barsa boladımı? Pul tapış meselesi en kızıklı jaýlary barınça son tapsa oladı, ayna. Nalog temaları niçik oladı onun? Ve keza darşı bilsek oladı. Hazır vaziyet niçik gördü? Hazırki vaziyette Saudiýada ýene hazır umra mevsumi günleri, bu ýerde iş kızgın bolady dedi. Umra mevsimi uji Saudiýa açkandan soň umra mevsuminde Özbekistandan bolsa başga milletlerden uji umra mevsuminde ziyaretçiler sany köpeýýärdi. Şu sebepden ýerde iş talep hem aşady. İşçilere bolgan Ava, talep işçiler. aşady. Uji ziyaretçi köp bolgandan soň bu hyzmat görsetiş gerek. Bunda onu bokkamyň, wagtynçalyk iş oruna bokkamyň? Misal üçin sezon tamam bolgandan keyin getadigan ne bokkamyň? Ya Angliýa baryp Ava. sezonny wagtda dalada işlep Ava, gelip keyin kaýtyp gelip. Bunda şunu aýtyp geçecek mümkin ha. Sezonny bolmaslyk üçin, ýani şunu aýtdykmy? Saudiýada işçi ikamete alınsa, umra mevsuminde işlep biladi, hec mevsuminde işlep biladi. Özü işin ustalary ýene aşpezli bolsun, hec mevsuminde
Saudiyaga 4 million hacı keladigan bo'lsa, ularga baribir ovqat pishiriladi, xizmat ko'rsatiladi. Ishchi iqomasi bilan Saudiyada ishlash va yashash huquqini ega bo'linadi. Shu orqali umra mavsumida ham, haj mavsumida ham ishlash huquqini ega bo'ladi. Bizlar ham o'zingizlar bizlardan ish so'rasalar, hozirgi kunda ham shu iqoma orqali ishlasang, iqoma olib boriladigan bo'lsa, Saudiyada bemalol 1 yil davomida Rossiyadagidan borib kelib yurish shart emas, ishlash huquqini ega bo'ladi. Umrada ham ishlaydi, haj mavsumida ham hojilarga xizmat ko'rsatib beradi. Demak, bu yerda yil 12 oy mavsum bor. Havo, Ya'ni haj mavsumi bor, umra mavsumi. umra mavsumi bor. U dokumentni oladigan bo'lsa, 1 yillik yashash va ishlash huquqini beruvchi dokumentni oladigan bo'lsa, haj mavsumida chiqarib bermaydilar ularni. Yo'q, yo'q. Qolib, u mavsumdan keladigan odamlar ham, ya'ni shu bo'yicha ziyoratgohlarga keladigan odamlar ham xizmat ko'rsatishi mumkin. Ya'ni o'zini ishini davom ettirishi mumkin. Po'g'riqni aytadi, xizmat ko'rsatishni aytadi. Ya'ni ishsiz qolib ketdim shu vaqtimda degan gap bo'lmaydi. To'g'ri tushundimmi? Doğru. Şu vəziyyət doğru. Aytmang 1 yil davomida bu yerda ishlash huquqini, yashash huquqini ega bo'ladi. Aytmang, uji umra mavsumi tugasa, uji haj mavsumiga yetibdi. Haj mavsumi o'tgandan so'ng yana umra mavsumi ochiladi. Saudiyada shu ziyoratchilar uchun ochib qo'yib, biroz o'rtada bo'linib oladi-da. Haj mavsumida haj qattiq nima bo'ladi-da u yerda. Tartib olinadi. Haqiqatdan shu iqomasi bor. Shu yerda ishlash huquqini, shu shirkatda ishlash hujjati bor odam bemalol hajlarga xizmat ko'rsatib, mehmonxonada ishlaydigan ishchi ham shuningdek-da. Mehmonxonada ham talab bo'ladi, oshxonada ham, ko'chada ham, nima xizmat bo'ladi bo'lsa, ko'chadagi restoranlardan ham mana ishchilar va hajlar kelgandan so'ng xizmat ko'rsatiladi edi. Saudiyaning o'zi asosiy hozirgi narsa tijorat asosiy Turizm. turizm bo'libdi. Asosiy ziyoratchilar. Shuning uchun viza bilan borib, iqoma bilan borib ishlab o'tirdilar jondan. Viza bilan borib deganda no vizalarda turist vizasini olaman. Turist viza bilan borib, 3 yillikmi, 3 oylik nechik viza? Shu viza bilan borsa, faqat shu umra mavsumida ishlab biladi, keyin haj mavsumida ishlab bilmaydi. o'zi turist viza bilan ishlash huquqini o'zi ega bo'lmaydi. Даже ishlab ham bilmaydi aslında. Ofisialniy yerlarda ishlash bilmaydi. Ofisialniyda biroz xizmat ko'rsatib biladi. Turist viza bilan borib 3 oy ishlab shu bilan qaytib keyin ishi o'rganib ketgandan so'ng iqoma olib ishlab bilgan odamlar ko'p hozirgi kunda. Boshda ish tartibini ko'rib, Saudiyaga borib ish tartibda olinadi deb ishni ko'rib, shu maqsadida borib bilganlar ko'pchilik. Bizning tavsiyamiz lekin iqoma orqali haqiqatdan Saudiya borib ishlasa, bu Nikaragda o'zi rasxot ham bo'lmaydi. 1 yil davomida iqomasini nesa borib kelmaydi ham. Bo'lmasa hozir 3 oy ishlasa, Saudiyadan uch chiqishi kerak 90 kunlikda o'zi. Turist vizalar. Eng qiziqlari bor. Saudiyaga borib ishlasam, boshqa yerlarga borib ishlaganda ko'proq pul topamanmi, kamroq qiynalamanmi degan. Agar anshullari zo'r bo'lsa, men kamroq qiynalsam, Rossiyaga qatnab o'tirgan ko'pchilik o'zini shunchalik. Ayting. Rossiya borladi misol uchun, ishlanadi, dallab ishlaysan, topurdab har xil ishlasan, stroyka olaman, boshqa olaman, o'rtacha $1000 masalan topiladi. Rasxod, pasportdan tashqari o'rtacha $1000 topsa oladi. Bu hamma emas, yaxshi spetsialist. Endi eng dumzo'r bo'lsa 2000 ga дейін topsa oladi. Topsa bo'lar edi, men bilmayman hozir. Men 2017 da o'sha qaytganman. Dalshibeda qolgan. $1000 topib bilganmisiz? Ko'proq. Endi kursga qarab turib, hozir ham kursida baland bo'lsam, baribir kami 1000 topiladi-da. Undan ko'proq ham topiladi. Lekin degan joydan salang endi $1000 da. Lekin degan joyi bor-da uni. Rasxoti boshqasi, usi, busi, qiyinchiligi, osonchiligi dalillari bor. Pul topish uchun chali dallashim kerak, osonmi, qiyinmi, shunga ketish, yo'l bordi, keldi va kaza. Endi masalan shundan keyin ko'pchilik boshqa davlatlar ham yetib boshladi-da. Kimdir Finlandiya, kimdir mavsumiy Angliyaga, kimdir yana bir yerga, kimdir Meksikani oshib Amerikaga va kaza. Ya'ni faqat Rossiyaga bormali, Qozog'istonga bormali. Endi hozir siz bilan gaplashib turibmiz, yangi migratsiya haqida gaplashib turibmiz, to'g'rimi? Ya'ni Saudiyada shuni ishlash imkoniyati bor. Demak, ishchilar talab bor. 12 oy sezon, ya'ni turistlarga xizmat ko'rsatish kerak, ular yeb ichishi kerak, ular dam olishi kerak, ular borishi kerak, ziyorat qilishi kerak. Ularni shu ziyoratni amalga oshirishda har doim xizmat kerak bo'ladi. Talab bor deb turibmiz. Qiziqli yeri. Inchalim Rossiya borganlardan ko'proq topish mumkin, inchalim boshqa yerga borgandan osonroq yoki qiyinroq. Ya'ni ko'proq, kamroq pul topamiz. Misol uchun Turkiya ham boradilar, to'g'rimi?
Türkiye barganda misal üçün 500 dollar, 600 dollar görgəmiz, sorağımız barsa 700 dollar pul tapadı dedi. Lekin hədsə İstanbulda mazatı Türkiye'nin görübürtmə və kəzat idi. Yəni həzət mən turist olub dedi. Qayıtmadı 3 ay baradı, dəmaladı, az-maz pul çəkirədi. Bir yerdən məsələ açış mümkün da gəldim, ibadət qıldım, aylandım, çıraylı cayları gördüm və kəzat dəyişim mümkün. Lekin işləməndəsə köprak pul tapışı mümkünmü? Başqa dövlətlərə nisbətən qiyinçılığı neçə? Köprak olam, nə olam? Hər tomonlama o qiyinçılığı. Şimdi hazır ben doğrusu başka Rossiya barıp yanına işçini ağırlıkını ben bilemem lekin köpçülük indi bir yerde ağır mehnat etip bilgenini bilemem. Şimdi Saudiyanı açıp etediğimizde iklimi tarafına hissi devlet. Hissi. Bizden Özbekistan'a karağında sel İsrail'ler bu da. Bize indi yıl boyu bir yerde yaşap görgenimiz, işlet görgenimiz. Şimdi bir yerine pulun iç deseniz, bir yerde pul tapışı deseniz Saudiya'da addi işçiye bir de aylık pes. Kimlere bir köprak pul tap biledi deseniz öz işin ustaları buladı. Yani poğurlarımızdan bizeni kolu gül poğurlarımız hizmet gösterse barsa bir anda $1000 aylık alıp biledi. Profesional bolsa, zor optucu boğan bolsa. İndi restoranlarda köprak alsa buladı. Restoran sferasından. Çünkü de şef poğurları $1,500'dan alsa buladı. Hazır günde ben bazarın Urgengen tertibinde ben özüme yine şu yönalışlara indi hazır kılıp başladım. Esası hacılara aşkana yönalışını kıldık. Azinde restoran hududunda işlettiğimiz restoran kılacakmız yine. Özlerimiz ilacı barca Harazimli milli tamamlarını kılıp Harazimli ilacımızın namını koyup şöyle de Saudi'de şu üstünde işlettiğimiz lakasiyası nelerin üstünde işlettiğimiz. Lekin şöhründe esası aşkana sferasında, restoran sferasına karasak öz işin ustaları köprak alıp biledi. Addi işini Rossiya'daydın barıp kuru laykarladığın başka vece şunun bir yanında adam olsa bir yanda aylık köp verip bulmayın. Ne için dese addi arzan işçi köp yanında Saudi'de. Şöyle bana. Bizlerim işe tuttuğumuz yine bir anda özü ne oldu? Bizlerim işe tuttuğum vaktimiz lazım. 70% işçimiz şöyle değil. Başka devletlerden getirilen işçiler. Hadi işçilerin şola kıladı da. Yan tarafta yatar turar. Ki ya общежитие bağımı. Neçik şarayitla kılınadı misal için bargan adam için. Neçik şarayitla yaşap biledi. Kvartirada duran olsa kvartira pulların içe buladı. Yiyip içerin içelde düşedi. İsap kitapına. Mesela mam kızık bağlı kullanmara. O yerde hazır esası indi köpçülük yine mehmanxanada işiydi Allah köpünce mehmanxana hududundadır bir şeydi. Kvartiralara bir yanda hiç desem az kvartiradan işidir. Kvartiralara bir yıllık anladı. Saudi'de özü icare alış deseniz bir yıl alınadı. 2 bölüp pul tölenedi yanda. Bunun pulu ayına bir $500'dan düşedi bir kvartira. Bu yerde bir 10 tane işçi işlese puldan düşmeydi bir yerde. Şöyle araba. Çöpçülüğün hazır. Biz yani poğurlarımızdan alıp kopumuz kvartirada yaşap. Aşkana var bir şeydiler. Şöyle özünden $500-600 10 kişi 12 kişi sığıdın kvartiralar buladı öyle. Onu Saudi'de kvartiralar ketti. 4-5 kanal buladı köpünce. Bu yaşaş ve de azık avukatları kımmata düşmedi Saudi'de. Esası. Bu taraflarına şunçudan argı başka milletlerden gelip işlettiğilerden pul tap tuttuk öyle. Başka milletlerden de hazır ayttık ya Bangladeş, Pakistan'la ayttık. Bize Özbekistan'ı nesi pasport bitti ençe belentrakt duramı? Saudi'den Uladan göre. hazır Ben özüm eşitkenim boyunca ula ötte kara işlenik adamın işle üçün geldi eken ne olayın? aynen. Köpçülüğü şunu indi. Biz yani Özbekistan'dan Bart'tan aytmak mı? Yani ben de şöyle yürüp her türlü milletini görüp ibadet egen, işlemek egen. Biz hazır şunun için özlerimizi Özbek halkımızın şöyle barıp işlese, bunlara karanda üstünü yerleri köp. İş taraflama, unumdarlık bağımı, özünü kellesi işletip işletişi hem beni taraflama güçlü. Bunu özlerimiz işletse, barıp şöyle iş bilen teminlense zor. Bunlara karanda bizimkiler üstü yerleri köp. Dil meselesini içik. Misal üçün İngiliz dilini bilip barsan bolam ya abizat dilini, Arap dilini ürgeni şart mı? Yok ya da özü köpçülük başka milletlerden gel adamlar. İngiliz dili hem çünedir. İngiliz dili hem çünedir. İşber üçün neyin? İş beröçüye esası ortada bir şuna adam, bilet adam ya da Saudi'ye iş barış için özü barıp bilmiz. İş tapışkın. Çünkü aytman ku. Üstüne bargandan soň men zor iş bilemen diyeniz bilen ana o arada arzan işçi tuttu dedi.
Siz bilemen deyince onu arzın işletip göredi. Keyin size yakmaydı da öyle. Şunun için hem Özbekistan'dan Bart tutarlar. Hakikaten bir işançlı. Bilen adamı iş boğandan sonra Bart tutular da. Şöyle bak. Lekin özü bilmeyen yerine başka millet, Türk mü, başka Pakistan'ın konuna varıp işleyecek olsan. Yani başta işin görüşü gerek değil mi? Sen işletip bilesen misal üçün işansız joya düşdüğün mi yok mu tüningisini sağ olasın. Endi şurunda aytdırsiz, bilip barış gerek. Nere baratarsan, kimene baratarsan, doğrumu? Çep bilsem olar. Misal üçün neden bilemem ben? Ben yine siz bilen danışman, Tamam. servera iş bağımı, dep yazışıp Telegram'da, ava bağ, nav kolundan geledi. Ben marketologma, marketologla iş bağımı, restoran yürütüş gerek mi falan. Zor yürütesemiz, yarasam, ava yaraman, hem zor mu zor, dep siz bilen gepleşip netip baraman mı barıştan eldin? Ya doğru bargandan ki kıdıramam işin. Danışla kanı, sen biz ne dersen şavattansan, sen ne dersen hankadansan ve keza da baramız mı? Yok Neçik gazı. bolady indi mesela danış bilen barış gerek, danış adama işe barış etdiz. Neçe etip baramam ben? Danışa barış deyende az bizler hem işet tuğalları çeriz bir arkalı gep durup bir şeyle da hakikaten bir şu adam tepsiye ber tuttu. Şu adam iş biledi. İşi aşkhanada bolsun, işçi bolsun, her taraflama. Kadiriyatı doğru geledi. Şu taraflarını düşündürüp burası o da tutma Özbekler barıp durup anık çay boğmasa diyenim, anık çay boğmasa diyenim. Barıp durup derhal iş tapıp yetişkin de tutma. Ne çünkü yanında bir daha tutma. Başka milletten get durgandan sonra işçi güç köp yanda. İşçi güç köp. Danımak adam sizin işlikizi bilmeyinden arz aylık teklif etmiş mümkün da. Şöyle bak. Ne çünkü yanında rastlanan ben bunu işini bilmiydi. Ben bunu bilemem, bunu bilemem diyenim lan. Şunu bilmiydi o. Şu taraflarını teklif ver tutman da. O da yani даже kolundan iş geladigan bolsam, zor professional bolsam, aytganingizdek kolundan iş geladigan ustası bolsam, agar u danışçı emas bir notariş adama barsa, işlet tapışı mümkün, lekin arzon pul ishlashi mümkün. Потому что u egasi bilmeydi. Buni kolundan nechalim ish kelishini, nechalim yaxshi aytishini, uni bahasi o'zincha so'ndiradi uni ishini xizmatini. Shu yoki arzon summa bilan boshlashi mümkün. Lekin bu любом случае ish tapishi mümkün yani bu. Yok, libon suç diyende İstafat diyende Özbeklerden tapış bolsa oladı. Özbek inanıcı var doğucu bize de iş kılıp durgan adamlar bir de sevemez de. Harazım neyine biz sanal oladan olsak lekin başka olayatlardan barıp işet tuğanla bak. Şöyle de eğer kim danış işet tuğan yere barıp işeşe bilip bileden yana barıp işeşe gerekti mi? Bize de işlep turgan derinizde aytib o'tsak ben. Mabadan şu videonu görüp oturan adamlar bolsa, şu anda işine kızık turgan bolsa, siz işlep yurganingizni bize bilib turibmiz, aytib tursiz. Şöyle yazsa bo'ladimi? Kommentariyagami? O'zingiz ilishchaningizni tapibmi? Yazaver adam. Yine danış arkalı barış deb tursiz-ku, yine prям imkoniyat. Qiziq. Danış yine siz aytib tursiz, biz Qiziq. arkalı deb tursiz. Mümkün bu narsa? Mümkün Bu besplatniy narsa baxir u. Besplatniy kızıkıp. Özü ben severamni maksatını şu vaqt tushunmadim lan. Bütün yine şu gün ham gaplashdikku. Amerikada va İtalya'da, İspanya'da Özbek diasporası, Özbek yani lobby dedilar-ku. Amerikada lobbilar jamlanadi-ku. Şu ağamam şu Xorazm diasporasini shakllantirajagisi o'xshaydi deyman tarafda. Xorazmlilari yangnab Xorazm kuruk. Şu aytmak bu yerda Xorazm esnası üzerimiz indi. Şu yerda doğuldık. Şu yerda yaşabıpmiz. Şu yerda yine ne dedi? Yurtumuz bu ondan sonra şunu rivojlanışını halimiz. Şu başka yurtlardan ham şu üzerimizde Özbek hazır Özbek deseniz yan tarafta işbilarmon derecesi güçlü. Çünkü aytmak iş kabiliyeti bar adamla bar tuttu. Ben aşkana iş etken vaktimizden bizlerin povlarımıza kayılgarları köp da bize bilen birge iş ettirip başka milletli aşkanada birge bokkan vaklarımız biz yani iş eşlerini minnetten kaçmaslıklarını görüp kayılgarları var da. Hakikaten 12 setlep hacılara hizmet kırttığım vaktinde aşkanada başkaydı, mehmanxanada demin setmede vaktinde kakpolojini işlettik bizden Özbekistanlı. Şu maksatda Xorazm hududu üzerimizni adamlarımız barıp ziyaretçilere hizmet gösterse, bir yandan ziyaretçiler hem xursand bo'lib tutdi da. Qarang aka, şurada bir savol geldi. Yani siz misal uchun hozir men bilishim bo'yicha suhbat jarayonida shu narsa gap chiqadirki, men o'zim ham joylashtiraman ishlab tursiz. Chiqsalar bo'ldi deb tursiz, to'g'rimi? Xo'p, sizga nima manfaati bor bu narsani keyin? Sizga nima foydasi bor? Do'lab berish kerak bo'ladimi? Yo bir siz boshqa ish izlatib berish kerak bo'ladimi? Baribir besabab bo'lmaydi-ku, nodir? Yo aynan shu jihatda yangi Xorazm diasporasini shakllantirish uchun besababmi? Yo, şunu aytib o'tchakman hazinasi. Hozir men u siz ham boshqa millat ishlab turibman-da, Başka millet işlet tutman. Bize
Hazır hem appargan vaxtımız her xili tayfa çıkadı. Teklif beremiz ha. Sen aşpaz bolmasan İmbajda yönalışımızda iş bağ. Bu ejde men yine bu millete işet tutman 500 dolar 600 dolar iş ber tutman. Doğru gelse men bunu işetkenden özemizi halkımızda özemizi Özbekistan'dan Özbek olsun Xorazmdan olsun işetemiz da. Doğru gele dedi. Mene barıp iş verin dep şu teklif berem. Maksat şularni barıp 70% işet tuğalarım onlara bizani özlerimiz halkımızdan barıp işetse mümkün. Bir yanda ziyaretçilerimiz memnun boladi da bize hizmet gözetadigan. Şu Allah'ım yapmaları kursant boladı. Bir yanda özlerimizdekine bäbiren men işet tutmaz da öyle. Az mı köp mü hizmete ulan celp etmiş. Erteň bir gün göz göze tuşan adam gerek dep tursiz. Ha, şöyden barsa bäbir muňa karanda bäbir bu erteň iş etişimizni, iş buyurgan wagtymız arňa karanda bu Bizden oxlat durmamız yaxşırak Ava. bileriz. şu taraflarından plus eller bolan bizler özü. Ailevi barış niçik? Ailevi işlemekə barış niçik mən tərəfdə şərait etsə bolam ya ailevidim qıyın bolup gitəmi? Ailevi işleş üçün kıyırak. Çünkü önce yanda aytmak sizin özü bar gelişi başkası yol haracatı kıyırak oturttu. Lekin Saudi'de işçi kamal turup ailevi işe bir gelmek iş adamla da siz ben böyle don kette ucu biznes taraflama yola koyulup ucu pul tapışı köpeygenden soň ailevi barsa işe kalacak hukuk var. Bu üçün aile üçün hem ikamada olanan da edi. Özüzde boğan Saudi'de yaşaş ve işleş hukukuna algandan soň aile hem alındı. Menimçe şu işlep yürüyen adam yoki işlemekə borgan adam emas, уже işlep bolup bir qaysidir bir deятельность bilen, biznes bilen şugullanıp yürüp adam işletip yürüyen adam уже normal pul gelip tuttu, normal iş getip tuttu. Indi ailesine emek gelip şöyle işine karap yürse. Serhan özünden. Indi gengeyiş boladığım bolsa, siz aytdınız, yine gengeyecekmiz. Başka okatlar ham görecekmiz beni o. Даже başka milletlerden, başka devletlerden gelgen demek ziyaretçiler ham özemiz okatını açacakmiz aytdınız, doğru mu? Demek Xorazmdagi şu aşxana, kafe, restoran biznesi bilen şugullanıp turganlar Yaman yetede yine. Ateş kebap barsa da özünden şaşlıklarını şakardatsa, ekber aş barsa da polonu mesela esirtirse oladı. Bolamı şimdi derse ilacı bu mu? Bunlarda kızıkış yok mu gençine? Ateş kebapını belki şaşlıkları desesinde zor lakin. Yaxşı tabii ki. Yaxşı. Saudi'den pişen ateş kebap şaşırken. Ha, apparodlar, canlı apparodlar mı nesin? Apparodlar şanda pişirgenler. Üç tedbirkarlar mesela yine kafe restoranlar işe Hava kuru işçiməz, bula barsan düşük olar aslında. Tedbirkarlar, işçilerini düşündük. Tedbirkarlar barsan hiç. Yine giyineceğiz. Mesela adam böyle çok paradı. Yine ait dursuz. Başka devletlerden gelen neler ziyaretçiler bize şu özemiz okatı ne çekmiz aytdırız. Lekin birözünüz hemen ölmeyiz. Çünkü hazırkı dahi Xorazmdan barıp durgan demek ziyaretçilerimiz menimçe sizi komandanız üspette tölmet hemmesini 100% temelleşi. Doğru mu? Sen aşık barsan min yarım adama hizmet göstersin. Lekin öyle 5000 10 bin adam buluşu mümkün mü, doğru mu? Öyle ki başka vilayette Özbekler ama. Bize fakat Xorazm aytdırız. Özbekler hem ben Özbekçe okatlar gerek. Polo hem yerde polo şu, şaşlık hem yerde şaşlık şu. Hemme vilayette, doğru mu? Şimdi tedbirkarlar bu bize de. Bir de mesela ekber aş boyunca, şaşlık mesela boyunca kimdir zor, kimdir milli taomlar boyunca zor. Şular misal için bu budjeti Olimpa mesela milli taomlar boyunca hemmesinden mesela en zorlarından biri. Pustoy bazar bu, girip baraman deseler, hiç imkaniyet bu. Tabii ki Saudi'de yan taraftan tımmittin biznesine soladı. Oh. Anda köp. Tımmittin. Ben başında aytıp ettim ki, ben bu ejde özüm düşünmeden sakan bolsam, ben şu ejde yine Xorazm tedbirkarları bolsun, iş bilen teminleş bolsun, ben şu ejde alıp çıkaman dep ortaya çıktım da. Özüm niyet ettim, özüm maksatıma koydum. Şu yolda. Qaysi yöneliş bolsun, bazar sisteması boladımı, biznes mi, qaysi yönelişinde işte restoran sisteması biz yani bu ma üçün plus bu. Ben bir yerde bu bilen şerik bolun, şerik bolmayın. Ben şu yer boyunca kalaman dese, ma teklif bilen çıksalar ben şu yerin yönelişini açıp vereceğim firmasını, niçin tertipli işleşene kanun kaydası. Az mı köpün bäbir Saudiyanın kanun kaydalarını urgende göde da. Firma açışı bağımı, niçin talepleri koyladı, nalagoy sistemesi başkası, şu taraflarını ben urgenip berip, gerek olsa kılaman dese, ben bilen kılaman demi, özü kılaman desem, öz ilacı barca öz teklif berip mi? Hazır özlerimize yakın bileden, danışlarımıza, bize ne bileden
Köpçülük bilmeydi adamlar ham şu arkalı bilsin dep teklif berip otupman da. Ma barsa şöyle plus yeri var. Ben ondan menfaat bolayın, menfaat bolmayın. Plus yeri var men üçün. Demek Xorazm. misal üçün ben tedbirkarman, Xorazmliman. Yoki yine alemde xizmat ko'rsataman marketing bo'yicha. Uni egalari bilan demak birgalikda davaychi Saudiyada bir ko'raylik qani bir filial ochib desak, siz yordam berib bilasiz. Nima bilan desa, nechik bo'ladi tartib o'zi, dokumentlarni nechik oladi, joy topish, masalan, lokatsiyadan muhim yerda turistlar ko'p bo'ladigan joy. Shu narsa bo'yicha yordam berib bilasiz. Aynan shu yo'nalishdagilar. Ya'ni oshxona deymiz, kafe, restoran deymiz. Bemillat, bepul, hech qanaqa manfaatsiz ham bemalol yordam berasiz. Yoki siz bilan sherikchilikda davay qilali, masalan, men restoran yuritishni, kafe yuritishni yaxshi bilaman. Xizmat ko'rsatish porlar hammasi komandam zo'r. Sarvar Jo'rasa sen bu yerdagi hamma vaziyatni yaxshi bilasan. Davay birgalikda ishimiz desa. Bo'ladimi ishlash shuni? Bemalol. Foydalanish kerak lekin. Yo şu vajdan alıp çıkacakman diyenim aytmak ki bizlere tele bu. Bu restoran açsa bizlerin özlerimiz yaratçılar var avukatlanады. Ben özüme mene şu sakağa girip geldik. Yine bazarlık kılınamız ki ne? Bazar sistemasından ham, bazar deyna. Savda satık kılınan, azık avukat. Bazar sistemasından ham ben meyveni birisinden barab alaman. Kalan haracet, bazarda haracet kılınadı ki ne? Her gün aşkana haracet kılınadı. Bu başka milletlerden bazarladı. İlacı barca bizden kette biz bismillah barıp dur bu yerde kılıp bilemediysen ondan kemiz bu muydu? Araplar neydi bolat? Şimdi o böyle bir köpçülük başka bir neler yaşadılar, işidiler köpünce Cidde'de başka yerde. Bir de işiydi. Özü mehmanxanada bir gene ne de işiydi? Köpçülük. Reception'da. Reception'da işiydi. Bu gana. Kahve işçi, başkaları nerede işlemiydi? Addi gana ben görgen ben işi. Rahberlerim başka milletler. Mesela başka mehmanxana yürütüp biladi. Addi gana kette ne diydi? Housekeeping'de yani tazalıklara, şu ecenin başlıkları başka milletlerden gelen çöpçülüğünde. Araplar magazinde oturup ya özünü magazinde aylantirip oturmaydı. Özü bargandan keyin ortak saptalardan bolsak yaşap ketişe könik işlerini hiç götürttü işçilerimizde. Bizani yurttaşlarımızda Xorazmdan barıp turup köp foizi dep turupmu yo bolmasa o zo'r dep turupmu işleşini. Nechik reaksiya bildirip turupdilar. Bir anda işyaşı desene. Feedback değil mi? Feedback. Yo işyaşlarını ben bargandan soň başta dım katta havas bilen baradi bebi. Çünkü de bu Allah'ın uyu bebi çöpçülük havas kıladigan niyet ettiğin yer ku. Böyle barıp işyaşa ibadete barsam hem birinci barganda ne barıp baradi. Duh bilen. Avadım. Barası gerek. Barıp işleyenler soň bebi işleyenim de şunu bana sen. Bu işten uzuyor. Ova, Bu işin bu. İş karış gerek. İşleş gerek ve de iş bolsa az biraz niye de işleseniz hem işlemeydi adama bebi aylık işçi de tölenmeydi. Elbette. Az niye de olsam iş bilen adam öz para veredi. İş bilmesen ya işten kaçadınsa hem bir yerde kaçadı. Ben özüme başka milletlerin köp iş edemem kuydu. Aslında hakikaten iş bilmeyecek olsa çalayarım olsa ya işten kaçtığın olsa asla öz yetiremem ben. Ma iş ünümdarlığı gerek öde. Hizmetim zor buluşu gerek. Servis zor buluşu gerek. Bilmedim asla. Hem bir de şunu inni. Bir de iş bilip işlettiğin hakikaten ihlası bu adam zor işe bilgelen bilemem. Getkele getip duralarım bağımlı lekin. Necha foiz getip turupdi qaytib? Kimler getip turupdi? Nechik xususiyatga ega insonlar, no'larga chidab bilmaydi ovullar getip turupdi? Fakat kasbi bo'yicha professional bo'lmagani uchunmi, yo o'rni ish san'atchida olmaganidanmi, yo dokumentini taxlamagani uchunmi, yo bilmadim, umuman o'zi bir men uchun emas ekan deb nol sababdan ketib turibdilar. Manku iminli. Hazır bir yerde işe bilgen adam. Bu yana barıp işlese, tezrak, köprak aylık alış için ve az mı köp mü 2-3 ay özünü göçetçi gerek. Hakikaten özünün işi ustası olsa bu yerden hem alıp kalınadı. Gerek olsa hüccetlerine başkasına yatar turanına başka vecene raskot olmaydı. Başında ucu bir ayın içinde ucu melem oladı. Ucu yan gerek könik bilmez esası ibadet kıldı. Ya aile taraflama bir problem az oladı çünkü git kaladı köpçülük. İndimam içine girip bulmadı lakin böylece boyunca ailede şunun oldu. Gerek var ama şu sebepten de gideceğler şunun. Ayol kishilar ham boy ishlab turadilar o'zlari? Ayol kişiler yok. O'zi boy ishlamaydi. Özü bir an tarafta özü şehri taraflamam köp ayollar onca işlemedi. Az mı köp mü bir iki başka milletlerden gelip Bizden barıp bizden yok. Yok, Köpçülük. Ben bile danlarım. Yok bir diyerim boğan. Lekin vaqtinchalik bo'lib
Kızıkadılar ki. Köp ayarlar kızıkadı. Yana barıp işecek iş Ne olur toskınlık qiladi? Misol uchun yon tarafda ya bu mahramingsiz gama degan narsa bilan qaraymoqlar. Yo, u az dimam Ozmi emas tur axir. ama dimam az uvaja net turgan yok, lekin köpçilik baribir ayol kishilar nima deydi, baribir unumdorligi pastdan baribir. Qaysi bir ishda ishlasa ham bu yerda yon tarafda bank u yonda unumdor bo'lsa, bu Bangladesh, Pokiston boshqalari oddiy ishchilar ham unumdor bo'lsa, bizlarni borib turgan ayollarimiz hozir bak arzama oylikka ishlab bilmaydi. Nechun deganda bu yerda Saudiya bordi keldisi, bileti, vizasi. Shu taraflar baribir qiyinchilik yillari ko'p hozirgi kunda. Balkim Asilib ketar. ama ulara taalluqli to'g'ri keladi on. Ayol kishilar boshqasi. Endi bu yandan ham o'zi ayol kishilar ishlatib turganlari bor, uyinda o'tirib ishlaydilar bana. Şimdi taomlarni uyinda qilinadigan ishlarni Siz Makkada ko'proq bo'lasizmi, Madinada? Makkada. Makkada bo'lsang, Jidda, Riyodlar ham borasizlarmi? Biz Jiddaga boramiz asosiy o'zi. Samolyotlar o'zi Jiddaga qo'nadi-ku Makkani. Makkada hozir aeroport yo'q. Shu sababli biz Jiddaga ko'p borib ketib turamiz ziyoratchilarni kutganda, boshqa aytganda. Jidda ko'kurmi? Jidda Testing ko'kurang. yaxshi yer, rivojlangan yerda asosiy. Endi Makka asosiy ibodat ham mo'ljallangan yer. Shuning uchun mehmonxonalar ko'p, lekin narsa rivojlangani bo'yicha ko'pchilik nima deydi? Turistik, asosiy turistik zona Jidda. Yani ibodat zonasida o'zi Makka. Ya savol so'rab ketdi. Mana o'zi oddiy ishchi bo'lib borgandan ko'proq qiziqib turibdi. Tadbirkorlik qilish uchun borishdan. Borib shu yerda nodir ochish, ya o'zim ishimni borib misol uchun shu yerda bir filialni ochish va kaza va kaza. Как tadbirkor sifatida men so'rajakman-da. Tasarruf qilamiz, men tadbirkor. Da. Ama bana qiziqdi, chunki tadbirkorlar borsa men marketing xizmatini taklif etib boraman axir, u aytib bo'lmaydi. Вот. Endi siz bu yerdan Xorazmdan tadbirkorlik bilan shug'ullangansiz. Shu gaz sistemasidan boshqa hamma общida. Ozmi ko'pmi 3 yil Saudiyadan qildingiz. Farqi nima? Qaysi yerda qiyinroq, qaysi yerda bir masalan nalog bor, dokumentatsiya masalasi bor, ishni boshlanishi, o'zini pulni oqlashi, har xil narsalar bordan. İşlerini vaqtında aylık beriş, her xil muammolar bor, her xil pul topish, ko'proq foyda ko'rish va kazoda narsalar bor. Shuni ikkisini ko'proqmi? Ne gap so'z, endi men nech so'rab turibman, siz bu yerda etgansiz shu ishni. Saudiyada etgansiz, 3 yil bo'lsin. Endi bu yerda men tasavvur qiling tadbirkorman, faqat bu yerda etganman, lekin bu yoqda etmayapman. Menga maslahatingiz kerak. Nechik vaziyat, nechik farqlarni aytib bering. No bizneslar. No bizneslar. Yetadi. Endi hozir aytib o'taman. Endi asosiy ko'p urg'unishi nima deydi? Oxirgi 1 yillikda ko'p so'qadim. Qiziqib ketdim hozir biznesga. Hamma yo'nalishimda qiziq turibman. U degani kim so'rasa bilganimcha javob berishim uchun-da. O'zim qilib turgan 2-3 biznesimdan tashqari ham boshqa bizneslardan, qurilish sistemasi bo'lsin, sog'liq sistemasi, doktorchilik ham o'zini qiziqib so'rab turibman. Nechun desa o'zi qiziqib ish talabni qo'yganimdan mana ne ko'p bo'libdi. Mendan ham so'rov ko'p bo'libdi. Yana biznesni ish qiladi deb. Men hozir endi ber bilan venni farqini aytib beradigan bo'lsam, venni bozori kuchli bozor. Saudiyaniki. Katta endi oqim ko'p. Oziq-ovqat sistemasi tugat turgani yo'q. Yildan-yilga Saudiyaga borib turgan, Makkaga borib turgan ziyoratchi boshqasi ko'p bo'libdi. Buni savdo-sotiq taraflama kuchli o'tibdi. O'zim kunda bozorga boradigan bo'lsak biladik-da. Hozir aytib o'tganimizdek oshxona sistemasi, restoran. Ziyoratchilar borib turibdi. Har xil ovqatlarni yesa keladi hamma. Ziyoratga borgandan so'ng boshqa millatning boshqasi. Restoran sistemasi ham aytganingizdek zo'r yo'lga qo'yilib, zo'r ishi. Nima deydi? Odamlar lokatsiyasi, yaxshi joyi, reklamasi zo'r. Hamma o'zini tartibini olsangiz, yo'nni bozori kuchli. Hozirgi kunda men bilishim bo'yicha oxirgi 3 yil oldim. Shu anni bozori bilan o'rganib turganim uchun. Bu yerdan ko'ra, yana bozori go'shti deganda, uni bozori kattaroq, talab ko'proq, talabni qondirib turgan, demak, tadbirkorlar qilsa kamroq dejaysiz. To'g'rimi? Hozir vaqti qarochi borib nodir ochish. Ya'ni konkurensiya kamroq. Bozor esa katta. Bemalol lazzat bir şey oladi. Kengaytirish ham muammo emas. Hozir o'zingiz ishni kengaytiraman deb tursiz-ku. Nechun kengaytirasiz? Ya'ni bozorda ulush hali ko'pmi? Siz maksimal ravishda hozir xizmat ko'rsatib tursiz, lekin ozroq odam. Lekin mo'shingiz ko'proq bo'lsa, yana ko'proq odamga xizmat qilish imkoniyatingiz bor. To'g'rimi? Bu yerda vaqtingiz ishkadi, bu yerda konkurent ko'pmadi. Bu yerga o'sha bozor egallanib bo'linganmadi u temada.
Birde Xorazmdagi bizneslarda şu evvelki o'ylardan keyin nelarda. Masalan, bir de bozor katta tursiz, imkoniyat katta tursiz. Demek bir de siz uchun o'zbekcha ovqatlarni bu yerda tashkillashtirish o'zbek demak ziyoratchilar uchun bozor keng imkoniyat katta demak. Farq shundami hozir? Farkı şöyle ham. Farkı yine ne böyle takasla öteme. Bozor katta deganimning sebebi men hozir o'zimni oshxona sistemasında yurtibman. Ne uchun kengayacakman desangiz, men boshqa millatlar ovqat pishiradi. Oddiygina turklarning oshxonasiga borib ko'rganman katta. Ular ham hozir men o'zim eng ko'pini 1600-1700 odam bir kun ichida ovqat bergan bo'lsam, hozirgina eldimizda mavsumda 5000-6000 odamga mo'ljallab turibman. Endi yildan yil oshish uchun. Lekin men turklarning oshxonasiga borgan vaqtda 30 000 odam berganda. O'zlarini o'zi mehmonxonalarni. Shu ular bizda eldim boshqa qilib, boshqa oshxona sistemasini biz endi aytganingizdan O'zbekiston nasi Saudiyaga endi kirib ketdi-ku. Her bir adam elden başlayan hesabına o'sish ko'paveradi-da. Yilda yil o'zi maqsadni katta qo'yib, o'rganib boraveradi. Bozordan o'rganadi, o'zi klient taraf ham ko'payadi. Shu taraflama girib kelinadi. Birinchi yili bozorni ishisiz, keyingi yil o'sish ko'p deganim, girgan sayin bozor kamayib turgan yo'q. Gap turgan ham ko'p bo'ldi, ishga girib turgan ham. Yilda yillar shu uchun tarafına qo'rqmay girib ketamiz-da. Biz ben bir de işe ko'rganman, bir de o'ynab turadi-da. Bir de bir biznes bir vaqtlar zo'r o'tib turadi, bir biznes tushib ketadi shuning. Bu yerda bir zo'r joy ana shu aynan agar faqat shu turizm bo'yicha shu demak Makkaga kelib turgan ziyoratchilar bo'yicha qaraydigan bo'lsak 12 oy sezon bor. Ya'ni sezon ba'zi sezon emas, bu issiq, bu qish, bu yoz, Bundan tashqari faqat umra haj ziyoratchilar emas, Saudiya umuman eshiklarini ochadi-ku. Turizmni rivojlantirib boshqa davlatlarga imkoniyatlar yaratib. Hammasi keladi-dan baribir endi Saudiyaga. O'shan tarafda ham yaxshi variantlar bor ekan. Restoran temasini zo'r gaplashdingiz lekin aslida bu zo'r ketadi ekan. Rostdan ko'rish kerak, lekin agar o'zimiz shaharda zo'rlar bor. Uchinchidan tashlasak ochib berib qo'yamiz. Restorancha kerak. Bir Akbar o'xshana, bir polvon. Bizga berib borib turib, yoritib bersak bo'ldi, o'zi tahlaq qo'yadi. Shuni tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, menimcha yana shu gap, bemalol sizlar chiqsalar, nasihat berib, yo'l yo'riqni ko'rsatib bilasiz. Chunki shaharimizda zo'r borda. Endi atash yopib aytib o'tganimizning shaxsliklari nelar bilan zo'r desak. Misol uchun aytib tursangiz, zo'rmi? Saudiyada milliy vaziyat ishlasa zo'r, yashashga milliy imkoniyat bor, beri plyus, beri minus, bu qiyinchiligi va hokazolar. Shuning bir planmi, nima yo'qmi? Yana hozir biz bir suhbat etdik, bir video qildik. Keyinchalik ham shu narsalar qiziqish uchun bir o'zingiz Instagram profil ochibmi, boshqa YouTube kanalmi? YouTube kanal qiyin bo'lsa, bor Instagram ochib turadigan bo'lsam, ochib turib, bir sho'ra masalan borganingizdan keyin yana misol uchun bizning videomiz chiqdi, to'g'rimi? Masalan, o'zimiz kanalda chiqdi, boshqa bo'ldi. Keyin dalish yana kimdir qiziqib savol yozishi mumkin, bu narsani chek, iberlarni chek bo'ladi ekan, shuni ko'rsatib bilmaysizmi desa, bir qiziqish bormi shu Instagramda shu narsani yoritib qo'yaman. Keyin ko'rsatib boradi, Sanjarbek ko'rsatib boradi, to'g'ri. Men uchun ham shu ko'rsatib boradi deb ishimni qo'yganmisiz? Bu zo'r ko'rsatib boradi-da, prям yaxshi. Yo'q, ba'zi taklif berdingiz. Men doğrusu hozir menda ko'p ma'lumotlar bor, ko'p yana Saudiyada bo'lgan voqealar ko'pchiligi. Men bu soha bo'yicha media bo'yicha men dedim, ne yo'q-da. Tushuntirib berish, qiziqish yo'q hozir menda. O'zim ishim shu biznes bo'yicha yuradim. Lekin boshida aytib o'tdim-ku, bu yerni maqsad etib o'tdim. O'ta og'irlik bo'lib turgani uchun o'zim taraflama, boshqa taraflama ish soha ba'zi ozmi ko'pmi Saudiyaning o'zida yurgan joyimda ko'p yoritib berishga harakat boshladim endi. Taklif berdingiz, bu yaqin o'zlarimiz, ukalarimiz shu yerni aytib turdi-da. Haqiqatan shu yerni aytchaksiz. Saudiyada bir o'zlarimizning buning qaranda Xorazmdan bir yoritib berib bilgan odam yo'q shu yerni deyana. O'zim qiyin bo'lsam shu yerni qilib berjakman. Bu qiyin bo'lmaydi, qarang. U oson yo'lni aytaman. Siz shu bir ikki video qo'yasiz, ina hozir shu videodan ham bir fragmentlar bersak qo'yasiz-ku. Keyin bemalol savollarni qisqadan yozadi sizga. Ina bu narsa nechik bo'ladi ekan? Bu narsa necha so'm bo'ladi ekan? Bu narsa nera borsa bo'ladi ekan? Degan savollar bo'ladi-ku. Ana shu ko'p takrorlangan savollar orasidan javob etib prost video ishlaysiz, ko'rsatasiz. Ish tartibda ketaveradi. To'g'risi, ko'rish kerak bu narsani. Yo'q, shu yerni ham aytibman, o'zim ham shu yer kerak. Qara, men yozsalar, shu yerlarning ma'lumotlarini men o'zim bilmayman. Prost chiqib aytgan gapim yo'q deb turibdi-da. Ha, shu so'raydilar ishoning. Bo'lmasa so'raydilar, aşağı javob berib borasiz, ana sizga kontent bilan tayyor.
Boshqasi yer oddiy umuman production shart emas, iPhone orasidan aytib, tushuntirib bersa beraverasiz. O'zi- Menimcha yaratib borgan yaxshi deb o'ylayman. Zo'r. Zo'r. Shu shvejni xudo qalasa niyat Planda etdim. bormi axir? Planimda Niyatda bormi? niyat etib qo'ydim shuni o'zi. Nima deydi? Ko'pchilik endi ko'p o'zimiz mediada, Instagramda ko'p ko'ramiz. Ko'p Saudiya haqida ma'lumotlar ko'payib botir. Buni bizlarimiz endi biladi odam uchun to'g'ri xatoligini biladi-ku. Birovlar video prosmotr uchun ozgina nelarni aralashtirib beradi. Shu vajanda bizanikilar ko'p shu vaja yolg'onligini bizlar o'zimiz ham bo'lib qoladi-da. Saudiyada uning deb aytdi, uning deb aytdi deb u odamlar shu vaja ergash ketadi. Men o'zim shu vajni qarshimandan doğrusu. Odamlar shu vajni yolg'on vajni tez tarqalib ketdi. Shu vajni dummoz o'zimizni Xorazm xalqi bir o'zimiz men shuni odamga deb kuzatib turgan vaqtimda to'g'ri ma'lumotlarni berib, ish bo'lsin, Saudiyada bir qonun qoida bo'lsin, toza yangiliklar chiqqan vaqtimda ham shu vajni men borib borishga endi xudo qalasa niyat Xudo etdim. xolasa. Shu vajni niyat etdim. Xudo Hem içinde hem möjgü satıp baraman. İş bolsun, biznes Zo'r, bolsun, Zo'r, ma'lumotlarni shuni yaratib boramiz. Qo'ldan kelgancha lekin. zo'r. Ey, burgan ikkitasini qiyin joyi yo'q ana. Hurmatli bizani podkastimizni, intervyumuzni sho'rnadan o'tirib bermay ko'rgan har bir tomoshabinimizga katta rahmat aytamiz. Og'alarimiz nomidan, aynan Savaramiz Saudiya ishga taklif qilib turibdi. Mabodo kimdadir nechik xohish bo'lsa, istak bo'lsa, bemalol murojaat etsalar bo'ladi menimcha, to'g'rimi? Xudo qalasa va bemalol. Shu bilan ko'rsatuvimizda, videomizda yakun yasaymiz. Bizani kuzatishda davom eting, like bosing, podpiska bosib qo'ying va yaqinlaringizga yaratib qo'ysangiz, videoni ko'proq odam ko'rishini sababchi bo'lgan bo'lasiz. Aytadilar-ku, sababchi bo'lgan qilgan bilan barobar. Hammaga rahmat. Inshaalloh.